Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biza trend bo'lib zo'r sotilgan ko'ylaklarimiz paxtor keldi. Astarli variant. Hijobli opa-singillarimizga ham zo'r turadi. Astari bor, ichida 2 qavat. Sifatlari zo'r, yozgi fason. Buning qanaqa bejiviy, siniy, ivory, pistashka, qora, bordoviy, ochroq bejiviy rangi va oqi bor. Oqi kam qoldi, lekin shoshilib qolamiz. Kim ulgursa o'sha olib ketadi. Ertalab, kechqurun. Va ikkinchi modelimiz mana bu ko'ylagimiz keldi. Bu ham juda ham zo'r sifatlari. Bu ham astarli variant. Astari bor ichida, yozgi variant. Havoni zo'r o'tkazadi. Uzun, fransuski emas. Hijobli opa-singillarimiz bemalol kiysa bo'ladi. Bel bog'laridan bor. Gullari ham anaqa yopishtirilmagan, o'ziga tikilgan gullari. Umuman tushib ketadi deb o'ylamaysiz, xavotir olmang. Buning ranglari mana zo'r rang, havo rangi, hadoyi, ko'proq urganmiz. Mana jigar rangi, bordoviy, bejiviy, qora rangidan bor. 3, 4, 5 xil rangda bor. Shoshilib qolamiz, sonlari cheklangan. Tezroq ulgurib qolingizlar.